Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Men yaqindan o'ylanishib qoldim. Agar kiyinish bilan bir odamga baho nisbatilsa edi, eski choponning ichida odam bormi degan so'zlarimiz nima kerak? Agar saç bo'yoqlari bilan qilgan garimlari bilan qalbimizga kutilgan obraziga nuqson yetsa edi, bu dunyo rang bilan go'zaldir degan so'zlarimiz nima kerak? Agar bir yomonlik bilan 9 yaxshilik o'tilsa, aslini unutma degan jumlaning ahlini bilmayman. O'yladimki, birovlarni biz sirtidan emas, o'zlik dunyosi va qalbidan izlashimiz ham tushunishimiz kerak. O'zimizga o'zimiz aron yetishayotgan bu kunlarda ortiqcha tushuntirish va qoyishlardan yiroq. Boshqalarning nazarida yashashni xohlamaydigan o'zimizga hammadan bak ehtiyojimiz bor. Har qiziqishimiz yarashgan yoshligimiz faqat bir axloq mezonidan chiqib ketmagan prinsip asosida menimcha har holatda yashashni sinab boqsa